Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga nima uchun buzoqlarda ko'p holatlarda kuzatamiz ich ketish bo'ladi. Buning sababini aytib o'taman. Birinchi o'rinda sut berishdagi xatolik, ya'ni sutni gradusiga qaralmaydi, bizda e'tibor berilmaydi. Buzoqlar eng normal haroratda 39 bilan 41 gradus haroratda sut ichish kerak. Agar sovuq sut berib qo'yadigan bo'lsangiz, bunda buzoqlarda ich ketish yuzaga keladi. Va lekin doim tayi quruq turishi kerak. Endi hozir yomg'ir yog'di. Endi shuning uchun hozir yana sepishimiz kerak. Yomg'ir yoqqan kunlari kuniga 2 marta sepiladi. Ertalab va kechki payt. Mana bu holatda buzoq yotib bo'lmaydi. Agar shu holatda doimiy yotadigan bo'lsa, bu yerdan shu o'pka kasallanadi yoki hindi kasallanib turib, bu buzog'ingiz kelgusida brak holatga chiqadi. Shuning uchun tayi doim quruq turishi kerak va suti gradusi bir xilda bo'lishi kerak. Yo sigiringiz sog' bilan o'sha sutidan sovutmasdan berishingiz kerak yoki ma'lum gradusni bor, o'shanda isitib turib, o'sha 40 gradus bo'lganda buzoqlarga sut berishlik kerak. Agar bugun issiq sut ichib, ertaga yana sovuq sut ichadigan bo'lsa, o'sha har kuni har xil sut ichadigan bo'lsa, atsidoz yuzaga keladi va buzog'ingiz ich ketishi yuzaga keladi va bilsanglar junlari ham to'kilib ketgan buzoqlar bo'ladi. Buni vitamin yetishmovchiligidan deyishadi. Yo'q, bu vitamin yetishmovchiligi emas, bu aynan shu ichki atsidoz bo'lgan holatdan. Siz har xil sharoitda sut berganingizdan yuzaga keladi. Shuning uchun siz buzog'ingizga berayotgan sutni gradusini doim nazorat qilib turing. Yo shu sog'i bilan onasining sutini bering yoki turib qo'ygan bo'lsa, uni isitib bering 40 gradus holatda.